Adham aka, assalomu alaykum. Iftixor klasteri mana shu 3 ta fabrikani egalari o'zlari tikuvchi bo'lib boshlaganlar. Hozirda mana shu tekstil korxonalarida 2000 ga yaqin odam ishlaydi va Bugatti, Pierre Cardin, Roy Robson, Baldasavini brendlariga kim tikishadi? Общий sarmoyali объемы qanaqa bo'lyapti? 180 million yevro bo'lyapti. Shu Namanganda Hugo Boss, Lacoste'larni ham tikishyapti deb eshitdim. Rostdanmi yo'qmi? Yo'q, unga переговорlar ketayotgan. Hugo Bossga, boshqa kompaniyalarga kelajakda bu qolish kerak. Hali boshlanmagan. Xullas qarang, O'zbekistonni olsak, Xitoy bilan konkurensiya qila olamizmi shunda? Объем bo'yicha konkurensiya qila olmasligimiz mumkin. Hajm bo'yicha, lekin sifat bo'yicha, yetkazib borish bo'yicha vaqti ham bor-ku. Yetkazib borish bo'yicha raqobat qila olamiz. Turkiya bilanchi? Turkiya bilan hamma taraflama raqobat qila olamiz. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham Ish ketyapti. ketyapti. Mana Bugatti tikilyapti. Hamma mashinalar, mana shu mashinalar dunyoda shu sohadagi eng zo'r mashinalar. Mana do'stlar, sifatlari bomba ekan. Bu nima? Tayyor mahsulotmi o'zi? Kontroldan o'tgan, ha? Kontroldan o'tgan. Adham aka, tushunishim bo'yicha mana Bugatti brendi ortildi, o'zingizni furangizda Germaniyaga bu yerdan ketdi. Yap, 18 ta furalari bor ekan. Bitta fura taxminan $100,000 turadi.